Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Klimadens korxonasi tomonidan navbatdagi obyektimiz bitqazildi va eng qiziqarli tomoni shundaki, bu obyektimizga biz kompleks yechim berganmiz. Batafsil ma'lumotni ichkarida gaplashamiz. Bu binoyimizning umumiy maydoni 550 kvadratdan iborat va bu binoda biz kompleks yechim qildik deb aytdik. Ya'ni bu nimalar? Isitish tizimlari, sug'orish, suv ta'minoti va oqova suv tizimini qilganmiz. Va eng asosiy joyi shundaki, bu tizimlarni biz loyiha asosida qilganmiz. Endi esa ichkarida qilingan ishlarni ko'ramiz. O'rtoqlar, hozir biz binoyimizdan ikkinchi qavatidamiz. Bu binoyimizni isitish tizimi 3 kun oldin ishga tushirilgan va hozir boshqa ustakalarimiz ham ishlashyapti. Eng qiziqarli tomoni shundaki, bular oynani, eshiklarni ochib qo'yib ishlashyapti. Ya'ni bu bilan nimani aytmoqchimiz? Bino juda ham yaxshi isivyapti. Va yana bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bu binoni biz loyiha qilayotganimizda patologini izolyatsiya hisobga olganmiz, lekin hali qilinmagan. Shu holatda ham juda ham zo'r isivyapti. Xo'p, obyektimizda ishlatilgan mahsulotlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu yerda biz premium class mahsulotlar ishlatganmiz, ya'ni turba fittinglarda pilsi mahsulotlarini ishlatganmiz. Kollektorlarimiz Raskodemerniy Ivar korxonasiga italyanskiy mahsulot hisoblanadi. Kranlarimiz bu yerda va undan tashqari shlankalarimiz haqida alohida aytib o'tishimiz kerak. Bu yerda ikki xil sistema, ya'ni luchevой sistema bo'lgani hisobiga radiatorlarimiz uchun PEX A ishlatganmiz va tupipollarimiz uchun PERT Evoq ishlatganmiz. Ya'ni ikkala mahsulot ham Ispaniyaning Blansol kompaniyasiga tegishli bo'ladi. Bu binoyimizdagi barcha montaj ishlarini amalga oshirgan ustakamiz Alisher aka va ularning jamoalari. Alisher aka, bu binoyimizda suv ta'minoti va oqova suv tizimi bo'yicha nima ishlar qilindi, nima yechimlar qilindi? O'sha haqida ma'lumot bera olasizmi? Xo'p, avvalo assalomu alaykum. Okey, so'z isboti bilan bo'lishi uchun kelaylik shuni joyida ko'rsatib bersam. Xo'p, bu joyimizda asosan Mentco firmasini mahsulotidan foydalanganmiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, Geninskiy smesitlari ham Mentco firmaniki bo'lgan va installyatsionni unitazlari. Kanalizatsiya trubalarini asosan biz Rossiyani Kontur firmasidan foydalanganmiz. Truba fittinglarini bo'lsa, Turkiyaning Pilsa mahsulotidan foydalanganmiz. Trubalarimizga ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasini shumka qilib, shunga izolyatsiya qilib yopib chiqqanmiz. Bu nimaga kerak deyiladigan bo'lsa, bu asosan har xil ovozlarning chiqishini oldini oladi. Masalan, ikkinchi etajda ham xuddi shunaqa sanozelimiz bor. Qachon sanozeldan boshqa inson foydalangan paytida trubadagi ovozlar tashqariga chiqmasligi uchun shumka qilib chiqqanmiz hammasini. Aytib o'tganimizdek, bu obyektimizda montaj ishlarini barchasini o'zimiz qilganimiz bilan buni hisob-kitobi va loyihasida bizga yaqindan yordam bergan Qalam Project rahbari Anvar akam va ularning jamoalari. Anvar aka, loyiha haqida o'zingiz qisqacha gapirib bersangiz. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Aytib o'tilganidek, bu xonadonimiz podoli bilan 3 qavatdan iborat bo'lgan 550 kvadrat maydonga ega xonadon. Shu xonadonni kotelnisida turibmiz. Bu kotelnida hammaga qiziq bo'lgan joyi kotel, ya'ni 2.24 talik kotel qo'yilgan. Nega endi 2.24 talik? 2.35 talik emas yoki 1.35 talik, 1.24 talik emas? Chunki hisob-kitobdan keyin aniq bo'ldiki, bu binoyimizning teplo batareyasi 45 kilovatga teng. Yana bir qiziq tomoni, orqamda turgan T-box boosterlari bilan mana shu binoyimizning issiqligini ta'minlab beryapmiz. Davom etamiz. Bu yerda rashpak uzyollarimiz joylashtirilgan. Bu burchakda suv ta'minotimiz, ya'ni sovuq suv, issiq suv retsirkulyatsiya ta'minotlarimiz joylashtirilgan. Endi e'tibor berarli joyi shuki, sovuq suv ta'minotimizda filtr uchun joy tashab ketilgan. Lekin laboratoriyaga suv topshirganimizda analiz javoblarida suv sifatli chiqqan va filtr bizga kerak bo'lmadi. Bu burchagimizda bizda paliv sistemasi joylashtirilgan. Paliv sistemasi shu xonadonimizning 150 kvadrat maydonini sug'orib beradi. Paliv sistemasini ham loyiha asosida qilganmiz. Bu loyihada bizga Eurolux jamoasi yaqindan yordam bergan. Shuncha mehnat va loyihalar qilganga yarasha mahsulotlar ham premium bo'lishi kerak albatta. Agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu yerda barchasi Yevropaning premium class mahsulotlari ishlatilgan. Italiyadan Unikal korxonasiga tegishli bo'lgan gaz qozonlari, Lavato korxonasiga tegishli bo'lgan boosterlari, Imero korxonasiga tegishli bo'lgan kengayuvchi baklari va undan tashqari bizda dunyoga mashhur bo'lgan Grundfos korxonasiga tegishli Scala 2 nasoslari, yaqindagina O'zbekiston bozoriga kirib kelgan Germaniyaning Judo korxonasiga tegishli bo'lgan Grubaya очистка filtrlari, Yevropada ishlab chiqarilgan Rektam boylerlari, ko'pchilik uchun tanish bo'lgan Turkiyaning Vavin Pilsa korxonasiga tegishli bo'lgan turba fittinglari va zapornoy armaturalar Italiyaning Chimbero korxonasiga tegishli bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi. Endi eng qiziq joyiga keldik. Ya'ni shu binoyimizga qancha pul sarflangan.
Bu binoyimizga e'tibor berilgan bo'lsa, loyiha qilingan montaj ishlari va premium klassda bo'lgan barchasi mahsulotlarni ishlatgan holatda $23,000 sarflandi. Bu obyekt haqida qo'shimcha fikr yoki savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Bu videoni esa kompleks yechim qidirib yurgan odamlarga jo'natib qo'yinglar. Agar uy egalari yoki ustakalarimizga shu turdagi loyihalar kerak bo'lsa, Qalam Projectga murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizga premium turdagi mahsulotlar yoki kompleks yechimlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Klimadenskga murojaat qiling.